Assalomu alaykum aziz birodarlar. Allohning fazli bilan mana bu jajji singillarimiz, ukalarimizga oldingi video qilganimizdan keyin ayrim birodarlar yordam qilganda, o'shalarni qo'ldan kelgancha Allohning fazli bilan oyoq kiyimlarini olib mana bu jajji ukalarimiz, singillarimizga tarqatishga yetib keldik. Allohning fazli bilan. Alloh subhanahu va taolo barchalardan qabul qilsin, Alloh rozi bo'lsin. Hozir inshaalloh mana bu oyoq kiyimlarni o'zimiz qo'ldan kelgancha singillarimiz, ukalarimizga kiydirib tarqatamiz inshaalloh. Aziz birodarlar, Allohning fazli bilan mana hozir boshlaymiz. Birinchi singlimizga kiygizib boshlaymiz mana bu oyoq kiyimlarni. Tafadali. Bismillah. Bularni ehtiyojmandlarni ismlarini yozib, raqamlarini yozib, adatlarini yozib, shunga qarab olib kelyapmiz aziz birodarlar. Tafadali uxti. Tafadali. Bismillah. Hani? Maşallah. Ceyet. Koyuz. Koyuz. Uyalyapti sinimiz, lekin sezib turibman shunaqa xursand. Inshaalloh biiznillah. Mana bu xursandchiligiga sababchi bo'lgan birodarlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh qabul qilsin. Hani bismillah. Tafadali uxti. Bismillah. Jayet. Mana shu ketishda inshaalloh birodarlar davom etamiz. Singillarimizga oyoq kiyimlarini tarqatib, kiydirib inshaalloh oxirida yana bitta video qilamiz inshaalloh. Aziz birodarlar, ahamiyat beringlar. Oyoq kiyimligi yo'q. Endi to'g'ri, ba'zilari yechdi nariyoqqa oyoq kiyimlarini kiyishdan oldin, lekin oyoq kiyimlari yetib kelgan. Hali videoda ham ko'rsatamiz, yirtilib yotibdi. Ko'rsanglar subhanalloh, rezinkali oyoq kiyimlar kiyib olishgan. O'sha qish keldi, sovuq. Shunaqa bo'lishiga qaramay kiyib yurishibdi. Jajji singillarimiz, ukalarimiz. Qani? Bismillah. Ondan boshlamoqchiman. Saddali. Maşallah. Aziz birodarlar, hozir barcha oyoq kiyimlarni kiydirib chiqyapmiz. Allohning fazli bilan, Allohning izni bilan. Mana bu bolalarning xursandchiligini ko'rsanglar, juda bir boshqacha xursand bo'lishyapti. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo qilgan ihsoninglarni qabul qilsin. Mana bu yaxshilik karvoniga yana qaytarib o'taman. Kim o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, Muhsin xayriya fondi orqali o'z hissalarini qo'shsanglar bo'ladi. Inshaalloh mana bunaqa bolachalar kam emas, juda ko'p. Oyoq kiyimlari yo'q, qiynalgan. Oldingi videoda aytganimizdek, pechka yoqadigan vaqt keldi. Pechkalarga yoqishlariga ko'mir bo'lsin, o'tin bo'lsin, ehtiyojmandlar juda ko'p. Mana bu karvondan ortda qolmanglar aziz birodarlar. Kim o'z hissasini qo'shadi inshaalloh, biza yig'ilishi bilan mana bu mablag'larimiz borib qo'limizdan kelgancha chodirlarga nima kerak bo'lsa o'sha aytgan ehtiyojlariga qarab narsalarni olib borib video qilishda biz ham davom etamiz inshaalloh. Mana bu chiqayotgan videolarni aziz birodarlar like'lar bo'lsin, kommentariyalar bo'lsin, qo'llab-quvvatlab mana bu videolarni birodarlarga ulashsak inshaalloh, mana bu xayrli ishga ham o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Umid qilamiz Alloh subhanahu taolo barchamizni ajrimizni beradi inshaalloh. Ketdi, yana davom etamiz, yana kiydirib inshaalloh. Oxirida yana bitta video qilamiz inshaalloh. وين فيصل؟ ستيف فيصل مو؟ فيصل؟ ايه سليمان احمد سليمان 34 Beri ben kiydirib tashlayman. 35 Kif بود عجبك جيد؟ ها؟ جيد؟ شو بدي كمان؟ شو كمان لازم؟ ها؟ ايوه. Quyoshpan, subhanalloh, kichkina qizlar bo'lishiga qaramasdan hozir ko'klar yokida mashina yokida kiyim olib bering demasdan shamsiya so'rashyapti. Bizda quyosh panellari deb qo'yadi. Bu yoqda Tokio ko'p joylarda, cheka joylarda. U ana shamsiya turibdi. Shunaqa shamsiyadan kerak bizga uyimizga deyapti jajji qizcha. Ya'ni bu orqali akkumulyatorga tok beradi, bilasizlar. Svet o'rnida ishlatishadi.
Aziz birodarlar, nafaqat Shom diyori, mana bu hozirgi kundagi alhamdulillah aziz birodarlar, mana bu oyoq kiyimlarni o'z egalariga tarqatib, qo'limizdan kelgancha kiydirib topshirib bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo mana bu ehson qilgan birodarlarimizdan, videolarimizni tarqatayotgan, o'z hissasini qo'shayotgan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin. Mana bu yaxshilik karvoniga yana kim o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, G'azzoga va Shom diyorlariga yordam qilmoqchi bo'lsa, Muhsin Xayriya fondi orqali o'z hissalarini qo'shsanglar bo'ladi. Alloh barchalardan qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.